Assalomu alaykum hammaga, qadrli Armadan Motors kuzatuvchilari. Ko'rishingiz mumkin, orqamda turgan skuterni biz yoqib yubordik. Esingizda bo'lsa, Instagram video joylagan edik. Bitta akamiz skuterni noldan remont qilib beramiz deb. Skuterni olib keldik. Qarasak, skuter o'ta ham og'ir ahvolda. Bu skuterni o'zi aslida Armadan Motorsdan 6 yil avval xarid qilingan. Ko'rishingiz mumkin, hamma yo'g'i bo'shab yotibdi, mana. Xullas, remont qilib bergan taqdirimizda ham bu skuter uzoqqa bormaydi, yana to'kilib ketib qolishi mumkin, baribir eski skuter. Mana, ukam kelgan, orqalarini olgin. Mana maytlar umuman bo'shab ketgan, suvarka qilib, suvarka ushamaydigan darajada bo'lib ketgan. Xullas, akamizga biz yangi skuter terib beradigan bo'ldik. Kuzatib turasizlar akalar, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, обязательно profilga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa 2-3 kundan keyin yana video joylaymiz. Mana, ko'rib turibsizlar, skuterni yoqib yubordik. Baka bo'y qolibdi mana yonmagan. Akamiz temir tesi tashiydigan 6 yil xizmat qilgan skuterimiz. Lekin qoyil qolish kerak akalar. Xudo xolasa yana yangi skuter qilib beramiz. Yana 6-7 yil yaxshidan qilib bersak 10 yil ham minish mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin akalar. Salomat bo'lasizlar.